Assalomu alaykum, Xtech'ning qadrli obunachilari. Yaxshimisizlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Bugungi video murojaatimiz biroz boshqacharoq bo'ladi. Sizlar bilan bir samimiy suhbat qurgim keldi. Xtech jamoasi nomidan sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Sababiki shu kungacha bizlar bilan birga bo'lib, bizani doim поддержка qilib, like bosib, kommentariyada o'zingizlarni reaksiyalarni bildirib, kamchiliklarimizni, yutuqlarimizni aytib kelganinglar uchun sizlarga kattakon rahmat. 2026-yilda barchalarimizni o'ylagan orzu niyat maqsadlarimizga Alloh o'zi yetishtirsin. Shu qatorda 2026-yilda biza yangiliklar, yangi tovarlar, yangi mahsulotlar, konkurslar va yangi kontentlar bilan siz aziz obunachilarimizni xursand qilishda davom etamiz. Biza bilan qolinglar va albatta ijtimoiy sahifalarimizda bizani kuzatib, faol bo'lib, Instagram, Telegram hamda YouTube kanallarida bizaga obuna bo'lib, reaksiyalar bosib, albatta yaqiningizga ham borib qo'yinglar. Xudo xohlasa 2026-yilda auditoriyamizni juda ham kattalashtiramiz. Albatta bunda sizlarning o'zingizlarning reaksiyalar va ishonchingiz bilan mana shu darajaga erishamiz. Doim qo'llab-quvvatlab turinglar. Biz ham shu narsadan motivatsiya olamiz, xursand bo'lamiz va albatta sizlarga foydali ma'lumotlar berib boramiz. Barchalarga 2026-yil fayzli, barakatli va albatta har bir qo'ygan yaxshi maqsadlaringiz, orzularingiz bo'lsa, Alloh o'zi yetishtirsin. Sizlar bilan Xtech Computers doimo sog' bo'ling, omon bo'ling, bizani kuzatishda davom eting. Xtech Computers eng to'g'ri tanlov.